Voy asalim bolam. Jonim bolam. Oboz bo'l. Bola necha yosh, bola necha yosh? Voy. Chaqaloqmi? Nimaga uni undirishmagan tezroq chaqirman. Qochinglar jigarlarim. Xudo xolasa tezroq bormasak bo'lmaydi. Deganam bu. Aka, kurudan o'tamiz aka, kurudan. Kurudan mana o'tam. Bo'ldi, kel aka. Kurudaman. Yes. Chiqdiring yo'l yuziga. Ya Alloh yo'limizni ochib qo'ygani bir tin. Ichkaridami? Qani. Oğlum etmişlermi? Yağlatın aranı. Gideceğiz. Vay oynasın ya. Deme. Ya doktor. Sınım. Ochi. Voy asalim bolam. Jonim bolam. Oboz bo'l. Voy jonim bolam, telekitdanu. Oxir etmisizlarmi? Ya xizmat yo'q. Onasini ham ya bo'ldi. Normal aka. Yo'q, xizmat yo'q, bola olib ketib bilasiz, pulolmaymiz biz. Yo, pulolmaymiz, biroz duo qo'ysiz. Aka rost aytdim, harakat qilmay, menga qarang. Harakat qilmay, yo'q, men rost. Yo'q, sopdama bergan. Yo'q, menga qarang. Qopmi? Yo'q. Yo, duo qo'ysiz bo'l. Chetki. Mashaq hisob ishlaylik, azam. Assalom. Katta bo'lsa eslab yursin. Alhamdulillah, ming bor uzr, agar shu mashinada kimdir siqib qo'ygan bo'lsam, ko'rgan bo'lsanglar, kichkina chaqaloq olib ketgan ekan, bu texnika, hech qanaqa ayblanadigan kimdir ayb yo'q, chunki o'ta texnika qoplanib qoladi. Iloyim bizlarni xizmat qilishim kerak emas, kerak bo'lsa olamiz, lekin changan ikkita mashinani konkretni bu yerdan jomini kurugida siqib qo'ydim. Ming bor uzr, agar u kim yo'lini siqib qo'ygan bo'lsam, kimdirlar taniydi bu nomerni, kimdirlar tanimaydi. Salomat bo'linglar, bizlarni xizmat qilishim kerak emas, kerak bo'lsa olamiz. Juda ham xursand bo'lib ketdim, chunki tillab ketgan ekan-da bolajon. Alhamdulillah, shu qo'ng'izimni olib baraka topdim-da, boru. Boriga shukr. Salomat bo'linglar, yaxshi kun ko'rishaylik. Charchamanglar. O'zim xursand bo'lib ketdim, bori. Charchamanglar. Voy, nimaga? Endi. Oga o'z sut qarisa, nomer yozib, mabodo agar oynasida desa, men o'zim to'layveraman, momo. Bunaqa emas, xizmatni qilasiz. Ya pul tekamizda yozib qo'ying o'zingiz uchun. 94lik. Ne to'layverasiz? Ya to'layveraman. Shu nomerdaman. Prosta blokka tushgan ekan, majbur ochdim. Oka, aloqadamiz, liboverang, bilasiz. Bunaqa payt tekan. Oka, sog' bo'linglar. Charchamanglar, sog' bo'linglar, ha. Holat ko'rdinglar, mashina blokka tushgani hisobiga oynani urib sindirganimdan keyin ham turib tortsam ochilmadi. Umuman ochilmadi, faqat orqa taraf ochildi. Ochsa bo'lardi, bemalol 10 minut, 15 minut kutib ochsa bo'lardi. Faqatgina bola borligi uchun men sindirdim. Momoya to'lab beraman. Agar shu mashinada kimdir siqib qo'ygan bo'lsa, men mavzu so'rayman, bunaqa paytda ekstreni boramiz. Eng qizig'i mashinada onam bor edilar. Shunga oya, azgina sizni cho'chitib qo'ydim. Nima deysiz? Bolam, bolalar xavfsizligi birinchi o'rinda har doim, bolam. O'shanga bizlarni xizmatdashim kerak, kelib aloqalamiz. Mana onam bilan ketayotgan, onam ishlari bilan ketayotgan joyimda ishlarni tashlab bordik. Global bola xavfsiz bo'ldi. Salomat bo'linglar, bizlarni xizmatdashim kerak, kelib aloqalanamiz. Bunaqa payt 24 ga 1000 ga qo'yib, libo ishimizni tashlab boramiz. Salomat bo'linglar. Bolaning xavfsizligi biz uchun birinchi o'rinda. Hamma uchun salomat bo'linglar. Mustafa! Siz nima? Mustafa xo'sh. Baqirdi, ishlayapti. Ya. Hozir boshqasidan qilaman. Men boshqacha chaqiraman, hozir ko'rasizlar. Vrachkani trendga chiqadi. Necha yosh bor? 11 yosh bor. Qarab turinglar. Mustafoni shunday uyg'otamiz, uydagilarni xavotirga solib, ichkarida uxlab, qolib oladi. Xudo xolasa. Mustafa bilan rasmga tushamiz. 3 kun rasmga tushamiz. Momoy.
Uyg'otishdan kanal olib berdi. Mustafa! Ey! Aç eshikni, eshikda turib yoyim bilan. Bilasizmi, balkonda yotibdi. Balkon chiqaradimi? Nima qilyapsiz? Mustafa! Ey, Mustafa! Qani turib chiqib keladi berasan. Mustafa! Ey, Mustafa, ochar eshikni. Ana! No, tarotda, tarot hozirda. Mustafa! Quloqda boshimda qoladi. Lekin masala beryapti, 100%. Mustafa! Ana. Ana. Krasavчик, ta'sir ochib. Chara. Birinchi hatto bu. Qanchalik urishib. Uka, sen ko'zlaringni o'rib ketdi, qulachilari. Bu qattiq uxlaganingdan uka, eshikni ko'chaga chiqib ketgan o'ylaganim bor. Va cho'tki, xotiromdan yurib normalmi? Va cho'tki. Kerak faqat urishib, o'zga qizlayma. Urishib. Ha? Bo'ldi, amalda ishon trendga chiqding. Kameraga emas, qo'y, tengdoshlaringga qattiq uxlamaslik uchun. Ko'rasan, glazakdan yo'qotdim mana. Bizmasdan qirmasdan ochdik. Keyin endi kalit bor, ochilmagan narsa mana. Burunda kalit turibdi-da. O'shani hisobiga kalit qilsangiz ochilmaydi. Jiyarim, qo'rqmang mana. Keyin mana bering, urishmayman. Kelmayman, siz kiraman. Hozir menda face to face bo'ladi. Jon yuz aylanib kelib, keyin so'yganlarga gapiramiz. Hammasidan berasanmiz ya. Ishon trendga chiqdi endi bu. Ya cho'tki bo'ldi aka. Keyingi tayinlab qo'y, urmasizlar bo'ldi. Duo qo'ysalar bo'ldi, charchadim. Yo'q, rostdan. Yo'q, menga qara, yo'q. Ashingga bir chiqar bo'ldi. Ashing. Hobbiz. Menga pul berganingizda duo qilib qo'ygan, men katta foyda. Rost aytaman. Yo'q, hobbiz. Duo qilib qo'ysiz bo'ldi. Qo'lingizni olib turing. Mashinaga oldiring. Bo'ldi, duo qilib qo'ying. Charchadim. Bu bolani yo'g'aganda bir kuloring keldi. Ondan chiqib keldi. Maza qilayotgan ekan uyqudan bizdi. Iloyim bizdan xizmat qilishim kerak. Keyin salqonamiz. Lekin tez keldik. Ozgina xotirjamlik qilgan. Bu kim mashinasi qo'ygansan, uzr so'rayman. Buni xizmatlari mutlaqo bepul. Bola uxlab qoladimi? Bu uyda quplanib qoladi. Bo'lmasa iloyim. Bo'lsa aloqadamiz. Xudo xolos qo'limizdan kelganicha chiroyli qilib xizmat etamiz. Xalq uchun, vatan uchun xizmat qilamiz, bilasiz. Salomat bo'ling, kun yaxshi bo'lsin. Charchamaylik.